Men deyarli 2 oylik bolani onasiman va bolamni faqat ona suti bilan katta qilyapman. Hech qanaqa qo'shimchalar bermayman va shu o'rinda umuman diyeta qilmayman. Gazli suv ham ichaveraman, aralashni ham yeyveraman. Men homiladorlik paytimda video ko'rganman. Shu videoda bitta doktor aytganki, hech qachon yegan narsangiz bolangizga ta'sir qilmaydi degan. Sababi 3 oygacha bolani baribir ichagiga dam bo'lar ekan. Chunki buni organizmi yangi hayotga ko'nikib ketgan bo'lar ekan. Yesiz yemasangiz baribir dam bo'lib yig'lar ekan. Siz nima yesangiz, u primoy sut bo'lmaydi ekan. Baribir u oshqozonga avval tushib, hazm bo'lib, kerakli moddalar qonga o'tar ekan, keraksizlari chiqib ketar ekan, qondan sutga aylanar ekan. Shunda savol kelishi mumkin. Menda ham shu savol kelgan. Nimaga unda shirinlik ko'p yeyorsak bolaga diabetes toshiydi? Sababi juda ham oddiy ekan. Shirinlik ko'p yesak qonimizda qand miqdori ko'payib ketgani hisobiga u sut misol uchun qondan bo'ladi-ku. Sutda qand miqdori ko'payib ketib, bolaga ta'sir qilib, bolada shunaqa diabetes toshib ketar ekan. Qorin og'rig'i bilan mana 2 oy bo'layotgan bo'lsak, indingi 2 oylik bo'lamiz, biror marta bezovta qilgani yo'q. Kechqurun misol uchun soat 9:30 da belab qo'yaman. 12 larda bir rez emizaman. Agar uyg'onsa bo'lmasam, qornini to'qlamayman. Shu 9:30 da belaganimcha ertalab soat 4:30 da uyg'onadi, qorni ochib. Ungacha umuman miq etmasdan uxlaydi. Har doim emizganimdan keyin bolani ko'taraman, qo'lchalarini orqa tomonga o'tkazib, mana shunaqa qilaman-da. Qisam, emgandan keyin kekirib oladi. Kekirgandan keyin jicha turib, o'ynataman. O'ynatgandan keyin jicha turib, o'sha oyoqchalarini qimirlatib, sekin yig'lashni boshlaydi. Shunda o'tkazib, kaka qildirishni boshlayman. Mana bunaqa qilib o'tkazaman, oyog'ini ko'taraman, mana. Oyog'ini mana bunaqa ko'taraman. Bunday qilib ko'tarib bo'lmaydi, tekis qilib, chunki mana bu taziga ves tushib og'rir ekan. Shuning uchun mana bukaman. Potom oyoqchalarini xohlasa mana bunaqa, mana xohlasanglar mana bunaqa, xohlasanglar mana bunaqa qilib, mana bunday qilib tortib ushlab o'tiraman. Shu paytda o'g'lim mana qizarib kuchanib, kaka qilgisi kelsa, sразу kaka qiladi yoki gaz chiqarib yuboradi. Oy, молодец. Mana gazi ham chiqib ketadi shunaqada. Kaka ham qilib oladi bemalol. Qorin og'rig'iga, ya'ni dam bo'lmasligi uchun raddomdan boshlab bobochik berganman. Bir kunda ba'zida bermayman, ba'zida bir mahal, 2 mahal, 3 mahalgacha beraman. Kommentariyaga yozib keting, sizni bolangiz qorni dam bo'lganmi yoki qorin og'rig'i bilan bezovta qilmaganmi? Bezovta qilgan bo'lsa, necha oylikda o'tib ketgan?